Qo'qonlik mashhur o'sha tabib qamaldi. Qo'qon shahri sudi farg'onalik 54 yoshli tabib Iqbol Saliyevni 10 sutkaga qamadi. U xalq tabobat to'g'risidagi qonunchilikni buzgan deb topildi. Tabib yanvar oyida 7,5 million so'm jarimaga tortilgandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahri sudining 17 dekabrdagi qarori bilan qo'qonlik tabib Iqbol Saliyevga 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi qo'llandi, deya xabar bermoqda Farg'ona viloyati sudlari matbuot xizmati. Avvalroq viloyat ichki ishlar bo'limi xalq tabobati bilan shug'ullanuvchi Iqbol Saliyev 2020-yilda ro'yxatdan o'tgan va 2024-yil dekabrida muddati tugagan guvohnoma bilan faoliyat olib borganini ma'lum qilgandi. 54 yoshli tabib ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 59-5-moddasi xalq tabobat to'g'risidagi qonunchilikni buzish 3-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topildi. Birinchi instansiya sudining qarori ustidan taraflar tomonidan qonunda belgilangan tartib va muddatda Farg'ona viloyat sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlug' hay'atiga apellyatsiya kassatsiya tartibida shikoyat berish va protest qilishga haqliligi ma'lum qilindi. Ta'kidlanishicha, u 2025-yil 10-yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudining qaroriga muvofiq ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 59-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilib, unga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari, ya'ni 7,5 million so'm miqdorida ma'muriy jarima tortilgandi. Eslatib o'tamiz, 2024-yil noyabr oyida xalq tabobati sohasida ishlash huquqi yo'q shaxslar tomonidan tashxis qo'yish va davolash xizmatlarini ko'rsatilganligi uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan.